Assalomu alaykum, hurmatli FM World paxta terish mashinasi foydalanuvchilari, barchangizga salom. Paxta terish mavsumi tugagandan so'ng mashinani to'g'ri saqlash va texnik xizmat ko'rsatish juda muhimdir. Bu mashinani zanglashdan, muzlab yorilishdan va eskirishdan himoya qilinadi. Hamda kelgusi yilga terim mavsumiga puxta tayyorlanadi. Quyidagi World xizmat ko'rsatish jamoasi tomonidan paxta terish mashinasini omborga to'g'ri joylashtirish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalar bilan tanishing. Mashinani holatini tekshiring. Qayerda nosozlik bo'lsa, uni darhol bartaraf qilishimiz kerak. Mashinani olib kelib to'xtatgandan keyin suv qismidan, yog' qismidan qayerdandir oqayotgan bo'lsa, o'shani darhol bartaraf qilishimiz kerak. Yog' muammosi oqib tugamasdan oldin. Yog' qayerdan oqishi mumkin? Birdaniga bu tomonlarni ko'zdan kechiramiz. Mashina to'xtagandan keyin, mashina iskalabga kelib to'xtagandan keyin uni holatini tekshiramiz. Asosan mana shu tomonlama yog' oqishi mumkin gidro masalalarimiz, o'shalarni birdan bir ko'zdan kechirishimiz kerak. To'xtab kelgandan keyin birdan qaraymiz holatlarga, qayerda muammo bor. O'sha muammo bo'lsa, o'shani birdaniga bartaraf qilishimiz kerak. O'sha yog'imiz oqib tugab ketmasdan oldin. To'xtasin. Bu tomonlarni bunkerni ko'tarib qo'yib, holatda tozalashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda rasportlar bor, o'shalarning ustiga paxta tushib qoladi. O'shalarni to'liq tozalab olib, bak ustiga kabellar bor. O'sha kabellarni archilib inov bo'lib qolishini oldini olishimiz kerak. To'liq tozalab, yong'in kelib chiqishini oldini olishimiz kerak. Nam paxta qolmasligi kerak. Buni tozalangandan keyin paxta paxta qutisini tozalash kerak. Paxta bunkerini tozalash kerak. O'zimizda qanchasiga aytganda paxta bunkerini. Paxta bunkerda qolgan eski mavsumiy yil bo'yi tezgan paxtalarni to'liq tozalab tashlashimiz kerak. Mana shu holatga olib kelishimiz kerak. Agar paxta eski qolgan paxtalar qolib ketsa, eski chanoq, o'sha narsalar o'tishga zanglab, o'zidan eroziya paydo qilib, zanglash oldini olishimiz kerak paxtalarni tozalab. Agar eski paxtalar qolib ketsa, o'zidan yong'in kelib chiqishi mumkin. O'shaning evaziga to'liq tozalab, kelgusi yilga paxta qutisini tozalash deganda paxta bunkerini tozalash nazarda tutiladi. Buni toza holatda tutsak, zanglamaydi, o'z holatini yo'qotmaydi. Shuning uchun buni to'liq yaxshilab tozalashimiz kerak. Kelgusi 1 yil mobaynida tergan paxtamiz qolib ketsa, namlanib, zanglab, eroziya paydo qilishi mumkin. O'shani oldini olish uchun to'liq paxta bunkerini to'liq holatda tozalashimiz kerak, erinmasdan. Kelgusi yilda yaxshi xizmat ko'rsatish uchun bu narsamizni shu holatga keltirishimiz kerak, to'liq tozalab, erinmasdan. Keyin yana bir narsa, bakning orqa tomoniga ko'p paxta tushib qoladi. O'shaning uchun o'sha tomonni e'tibordan ko'zdan qochirmagan holda to'liq erinmasdan tozalashimiz kerak bo'ladi. Paxta kombaynimizni jatkasini tozalash ko'rsatib beraman hozir. Buni qanday holatga tozalab, mavsum tugagandan keyin buni tozalab, chista qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kelgusi yilga ishlashimizga juda oson bo'ladi va qiynalmaymiz servis xizmatiga ham. Mana buni ochamiz. Barcha operatorlarimiz biladi. Kombayn haydaydigan. Mana bu holatini qarang, bu botgan grazny holati. Buni tozalashimiz kerak. Har birining ichini mana shu holatda tozalashimiz kerak. Mana buni holati. Mana shu holatda kombaynimiz ichki holati. Mana shuni tozalashimiz kerak.
har bir inosini chista qilib, mana bu kir holati. Bu holatda qolsa, zanglaydi. Boshqa bo'ladi. Kelgusi yil paxta terayotganimizda keyin bu zanglagandan keyin paxta silliq tepaga ko'tarilmaydi. Paxtani ushlab qolish jarayoni ko'p bo'ladi. O'shaning uchun havo yo'liga tiqilib qolib, operatorni qiynaydi. Buni tozalab chista qilib qo'ysak, kelgusi yil operator ham qiynalmaydi, servis xizmatchilari ham qiynalmaydi. Muammo kamroq bo'ladi. Jatkalarimiz to'rtalasini mana shunday qilib chista qilib tozalab olamiz. Orqa tomonni ham e'tibordan qoldirmaylik. Orqa tomonda eshiklar o'sha taraflari bilan to'liq tozalab olaylik. Iloji bo'lsa, karchir bilan yuvsak ham bo'laveradi. Muammo emas u. Mana shunday 4 tala holatni ham mana shu holatga keltirishimiz kerak. Yuvib mana. Kelgusi mavsumga tayyorlash uchun. Paxta qutisini tozalab, paxta bunkerimizni tozalab, chiroyli holatga keltirgandan keyin uni asl holiga yig'ib keltirishimiz kerak. Uning uchun bizlar avvalo paxta bunkerimizni og'zini yopamiz. Undan keyin buni tushirib olamiz. Paxta ventilator, paxta otadigan unimizni tushirib olib, undan keyin bunisini tushirib olamiz. Mana bu mana paxta kombaynimizni qutisini, bunkerini yig'ib oldik. Mana shu holatga keltirib qo'yishimiz kerak. Ko'tarilib ochiq holat qolmasligi kerak. Nasoslarga ziyon yetishi mumkin. Mana shu holatda tursa, kombayn yaxshi holatda turadi. Keyingi bosqichimiz ventilyatorda remenni bo'shatib qo'yishimiz kerak. Agar uni bo'shatib qo'ymasak, yil davomida tortilib tursa, u o'z shaklini o'zgartirib qolishi mumkin yoki uzilishi mumkin. Ko'p muddat tortilib turgan evaziga, ishlamay turgan evaziga uzilishi mumkin. Shuning uchun uni ikkita bolt 24 kuch mobaynida uni bo'shatib qo'yamiz. Uni bo'shatish jarayonini ko'rsatib o'taman. Uni ventilyatorda remenni bo'shatish jarayoni mana bu yerda ikkita 24 bolt gaykamiz bor, o'shandan bo'shatiladi. Uni bo'shatib olgandan keyin uni mana bu tomondan ko'rishingiz mumkin. Qay holatga kelganini. Mana bu o'sha bo'shatgan remenimiz bo'ladi ventilyatorda. Mana bu holatga, mana shu holatga keltirib qo'yishimiz kerak. Mana shu holatga bo'sh holatida tursa, remen o'z holatini yo'qotmaydi. Keyingi bosqichimiz bachakdagi suvni to'kib taylashdan iborat. Uni suvni to'kib taylamasak, qishda suv qolib ketsa, klapanni yoki bo'lmasa filtrni yorib yuborish mumkin. Yorib yuborgandan keyin kelasi mavsumda o'sha narsani topguncha ancha muammoga qiynalish bo'lishi mumkin. Fermerning qistasiga ancha zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi jarayonda buni to'kib taylashimiz kerak. Bachakdagi suvni to'liq to'kamiz. Filtrda qolgan suvni ham to'kib taylashimiz kerak. Agar filtrda suv qoladigan bo'lsa, muzlab bu yorilib ketishi mumkin. O'shaning evaziga buni yopib qo'yamizda filtrni yechib olamiz. Filtrni yechish jarayoni. Filtrda ichida mana suv bor. Bu suvni to'kamiz. Buni mana shu holatga to'kib
joyiga qotirib qo'ysak ham bo'ladi. Buni filtrdagi suvni to'kkanimiz bilan shlankada suv qolishi mumkin. Klapanda. Shuning uchun motor tomonini ochib, klapandagi suvni ham to'kib yuborish kerak. Bo'lmasa suv qolib ketsa, klapan yorib yuborish mumkin. Qishki mavsumda suv muzlab. Klapan deganda mana bu tomonda bo'ladi klapan. Mana bu narsa bo'ladi. O'sha narada ochgandan keyin mana bu suvni to'kib yuborishga mana qarang, shlankada suv qolgan mana. Mana o'zi shlankada suv tugadi. Klapanga ham zarar kelmaydi. Jatkamiz mana shu holatda ko'tarilib turmasligi kerak. Jatka ko'tarilib tursa, silindrga ziyon bo'lishi mumkin. Silindr o'sha kelgusi yil mavsumgacha ko'tarilib tursa, silindr endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Qishloq sharoitida nam tegib, silindrni nikli zanglasa, urib yuborishi mumkin. Mana bu silindr bo'ladi. Mana bu holatda qolmasligi kerak. Bu holatda qolsa, yil davomida qoladigan bo'lsa, nam tegib yo boshqa tegib mana bu silindr ziyon yetadigan bo'lsa, salni ketadi. Keyin yog' ketadigan bo'lib qoladi. O'z holatini yo'qotadi. O'shaning uchun bu jatkani tushirsak, bu silindr to'liq yopiladi. Yopilish davomida silindrga hech qanaqa ziyon yetmaydi. Buni jatkani tushirib qo'yganda ham shunday tushirib qo'ymaslik kerak. Uni tagiga biron narsa qo'yish kerak. 20-25 sm balandlikda bironta poddonmi yoki bo'lmasa bironta bir xoridan kesib shunga moslab qo'yishimiz kerak-da. Agar to'liq yerga tushirib qo'yadigan bo'lsak, bu zanglab nima bo'lib do'paning pachimliklarini o'ldirishi mumkin. O'shaning uchun yerdan uzib qo'yishimiz kerak. Qishloq sharoitida endi mana bunaqa poddonlar bo'lmaydi. O'shaning uchun maxsus yog'ochdan yasab, o'shani tagiga saqlab qo'yishimiz kerak. Mana jatkamizni mana shu holatda tushirib, tagiga xuddi mana shunaqa narsa qo'yishimiz kerak. Qanaqa narsa bo'lsa, o'shanga moslab, bir yog'ochmi yo birorta narsadan yasab, xuddi shunday qilib yerdan uzib qo'yishimiz kerak. Keyin ham o'sha yerdan uzilgani uchun bu jatka o'z holatiga turibdi, silindrga hech qanaqa ziyon yetmaydi. Silindr o'z holatiga turadi. O'shaning uchun mana shu holatda keltirib qo'yishimiz kerak. Paxta mashinamiz to'xtagandan keyin birinchi ocharatda massa kulchatilni ajratamiz. Massa kulchatilni ajratmay turib, klimani akkumulyatordan klimani uzib bo'lmaydi. Agar bu qo'shilib tursa, uzish davomida korpusga tegib ketsa, o't ketishi mumkin. Yo'qsa, bir dahnatlarni urishi mumkin, noto'g'ri to'k borib. O'shaning evaziga buni massa kulchatilni ajratib, keyin buni yechamiz. Akkumulyatorlarda plus-minus simlarini yechib olgandan keyin o'rniga sardol tutib qo'yamiz. Korroziya bo'lishini oldini olib. Shuning uchun uzgandan keyin yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Akkumulyator simi uzilgandan keyin uni boshini iloji boricha klyanka bilan mahkamlab qo'yishimiz kerak. Uzgan bilan u korpusga tegib qolsa, tok ketib zamikayna qilib yonishi mumkin. O'shan evaziga simni mahkam qilishimiz kerak. Korpusga tegmaydigan holatga olib qo'yishimiz kerak. Mana akkumulyatorlarimiz o'shani simlarni uzgandan keyin e'tiborli bo'lishini so'raymiz operatorlardan. Buni yaxshilab mustahkamlab o'rab qo'yishini. Keyin ham akkumulyatorga sardol surtib qo'yingizlar. Korroziyani oldini oladi. Mashinani yopiq va quruq joyda, yomg'ir tegmaydigan joyda saqlashimiz kerak. Ko'pchilikda unaqa joy yo'q. O'shaning uchun buni iloji boricha nima deymiz? Klyanka bilan o'rab tashlashimiz kerak yopiq holatda. Agar ochiq holatda bo'lsa, yomg'ir tegib zanglashi mumkin. Ko'p joyga shikast yetishi mumkin. O'shaning uchun navis bo'lmasa, klyanka bilan to'liq o'rab suv o'tmaydigan holatga yopishimiz kerak.